ikinci katılımlık programısıga Vətəçidə tanılğan yazğıcı, pişqan ədəbi tərcüman və uzun yıl təyərlik qılğan, hazır Amerikada yaşayotgan Enver Hacı Muhammed akımızdan təklif qıldık. Mən söhbətimiz başlanışdan burun bir Enver Hacı Muhammed akımızdan qısqaç bir tərcümanını köpçülüklə bir ortaqlaşay, onun üçün sual-cavab şəkildə söhbətimizin davam qılımız. Enver Hacı Muhammed akımız 1974 yıl 10 ayda Aksoy Üçturpan'da tugulğan. Başlanğıç toluqsuz toluqotunu öz yurtida o'qigandan keyin 1991 yili Markaziy Millatlar Universitetiga o'qishga borgan, 1996 yili o'qish bitirgandan keyin Beijingdagi Jungo Musulmonlar jurnalidagi Uyg'ur tarix bo'limiga xizmatga tushgan. 1991 dan tortib matbuotlarda asar e'lon qilishga boshlagan. Undan keyin shu yillardan bu tarafgacha hikoya, povest, roman, adabiy axborot, sayyohat xotiralarini yozishga boshlagan. Alaysu ishkencelar, qiyomatlik kasal, echilish, gunoh, bejing odami, igizbas muhabbat, nisabli kunlar, yashab dema, bilmabdima qatorliq postlari, chaqirish, yiroq sahrodagi yangi hikoya, muhabbat qatorliq 20 parchaga yaqin hikoyasi, jon o'ti, laysu ishkencelar qatorliq ishki postlar to'plami nashr qilingan. Ondan başqa tərcüm əsərlərdən Orxan Pamuk'nunki Yangi Hayat namlıq romanın türkçədən 2008 yılı, yəni Elif Şafaq'nunki İşq namlıq romanın 2012 yılı türkçədən tərcüm nashr qılıngan. Ondan başqa 2014 yılı Qazaqstanlıq Uyğur yazğıcısı Ahmet Çağaşır'nunki İdqut namlıq romanını Uyğurçadan türkçə tərcüm qılıngan. 2015 yılı bolsa bizimki meşhur eserimiz Zordun Sabir'ninki Anyurt namlı romanını Uygurçadan Türkçe'ye tercüm kılıp neşr kıldığı. Ondan başka uzun yıl Jungo Musulmonlar jurnalı tayyorlik qilib, minglarcha maqolaninki tercüme tayyorligini qilgan. Ondan başka yan tor dunyosida oz bo'lmagan o'zininki yozmalari, obzorlari, adabiy xotiralari va sayohat xotiralari bor. Bugün şu Enver Hacı Muhammed akımız bilan edebiyat söhbəti elib boramiz. Enver Hacıga hoş geldiniz söhbətimizge. Hoş bulduk. Şöyle qilgan barliq azizlarga sig'inib salom. Rahmet. Enver Hacıga bu siz izchil asosida şu proza ijodiyati bilan shug'ullandingiz. Bu proza ijodiyati bu bizningki Uyg'ur edebiyotimizda bu uzun yıllar hüküm sürgen bir an'ana var. Şu eserlerde bu personajlarını ijobiy ve selbiy obrazga ayırıp yazılgan. İjobiy obrazlar fakat yaxshi adam, selbiy obraz fakat yomon adam. Bu yerda insonninki tabiiy bir psixikasidan ayrilgan bir mijozdan ayrilgan bir holatda bu. Mesela her qanday eski insonning yaxshi tarafi bo'ldi, her qanday yaxshi insonning ma'lum bir nachar tarafi bo'ldi. Endi siz shundoq insanlarni sizning eserlaringizni o'qigan vaqtimizda insonlarni faqat yaxshi va yomon, ijobiy va salbiy emas, faqat shu insonlik xususiyatida, insonlik xarakterini tasvirlash kuchiga yozuvchilardan birisi. Shaxsan men shunday o'ylayman. Endi mushundoq bir personajlarni yoki insonni ma'lum bir asarda chin, haqiqiy yoritish uchun bir yozuvchi nimalarga diqqat qilish kerak yoki bu personajni qanday qilganda muvaffaqiyat yaratqili bo'ldi? Avval müşahede bir to'xtalib bersangiz. Bo'ladi. Bu inson tabiati degan chaqda hamda biz burun shu yangi kirishgan chaqimizda ijodiyatga ijobiy sabab oriydigan ish bo'lgan to'qamda. Keyin qarasak, Zordun Sabir akamiz, Zunan Qodir akamizningki shu asrdan ko'rib biz masalan Matniyaz obrazi deymiz, Boqi deymiz, nurg'un obrazlar chiqdi. Uni aniq ijobiy deb arishmi bak qiyin hamda. Keyin Zordun Sabir akamizdan shu bir obzorda inson tabiati degandanki qilib tushmaydi. Uni yaxshiman deb ayirishga bo'lmaydi deb shu 80-yillarning 5-ida shuna bir nazariya o'tirib qo'ydi. Zordun Sabir. Shu vaqtning o'zida buni ilgari qarash amaliyoti shu. Ondan keyin bir obzorchi akamiz bor, Enver Abdurayim deb. Shu akamiz Tarim jurnalida bir obzor e'lon qildi.
inson tabiat qilib tushamdi deydigan. 85 yilmi, 86 yilmi, hali burun yozilgan obzordan birisi bu. Şu obzordami shu Xalid İsrailninki qumloqning tushishi degan postda e'lon qilinganda shu nurg'un obrazlar masalan o'zi tabiat bo'yicha yozilgandi. Uni ayrilmagancha ijobiy salbiy deb. Shu vaqtdan boshlab men shu obzordan ko'rib, o'qib, o'zim shu yozib sinab degandek, endi bu inson tabiati degan qilib tushmaydi ekan. Chunki men o'zim aytgandim, shaxsan men o'zim aytsam masalan, men bir narsa yozsam, chuqur meni o'zim chiqib yozaman. Valda men butunlay ijobiy salbiy deb ayrılmayman. Çünkü tabiatimde yaxshilik, yomonlik hammasi bor. Atrofimga qarab baksam, insonning hammasi shundoq. Mutlaq yaxshi deb aniq aytilmaydi ba'zi insonlarni. Ba'zi mutlaq razil deb deyilmaydi. Faqat salmoq o'xshamaydi. Ba'zisi yaxshi tarafi ustun keldi, ba'zisi yomon tarafi ustun kelgan. Lekin adabiy asarda buni undaq qilib ayirib yozib qo'ysak, inson tabiatiga tushmaydi ekan degan qarash 90-yillarda shakllangan men qalbimda. Shundan keyin yozgan asarlarimning hammasida shu buda qilib tushunmaslikka tirishib keldim. Undan keyin men Orxon Pamukninki asarni o'qigan chog'imda texnik hayron qoldim. Bu hatto asarda o'zini pochilab bu o'zining tabiatidagi yaxshilik, yomonlikni aniq aramaydi ekan. Butun asarda men bor. Orxon Pamukchi masalan. U undan olib ketgan bir xil uslubchi amiyati bu. Nimishqa degan chog'da bütün hikaye romandaki hemimiz bayancı, personaj hemimiz Orxon Pamuk emniyette. O özünün kandak, royunu kandak bölüp, kandak parçalap, şu obrazlarga qilib mangdi deganga men qiziqib, jiq izinib baktım bu vaqtda. O odam degan ijobiy salbiy emas, hatto uning orasida qolgan nurg'un tiplar bo'ldi ekan masalan. Xuddi maliqi oq qora aralash kulrang bo'lgandek, inson ichida yaxshi yomonning ichida sal yaxshi, sal yomoni, hatto unda murakkab bo'lgan insonlar bor ekanda, bu inson o'zida murakkab bir maxluq bo'lgandan keyin bu nima ish qilib bundoq aniq arish kerak. Hatto ulug' yozuvchining hammasi bundan armay murakkab tabiat bo'yicha yozib chiqqan asarlarni. Shuningga menmu shundan ilhom olib, o'rnak olib, ko'plagan asarimda inson qanday bo'lishini yozish kerak. Inson bir ajoyib bir mo'jiza. Allohning yaratgan bir mo'jizasi bu. Uning ichida nurg'un xarakteri bo'ldi. Hatto bir kishining dunyosi boshqa kishiga qat'iy o'xshamaydi deyapti-ku. Faqat o masala emas. Yaxshi olib ketgan nurg'un bir masala bor bu yerda niyatda. Shuning uchun insonni bir ayrim dunyo, bir ayrim mavjudlik deb kuzatib, yozishning o'zi eng to'g'ri ekan deb shu qarashga kelgandim shu vaqtlarda. Demak, bu odam endi bu insonning tabiatini, inson tabiatining o'zi bo'yicha uni psixologiya jihatdan, falsafiy nuqtai nazardan turib kuzatish, insonningki murakkab ro'y holatini ifodalash, uning qayg'usini, shodligini, uning hatto eng qabohat razil o'ylarini, go'zal o'ylarini, xiyollarini hatto. Demak, insonning ro'yini qezib chiqish uchun nurg'un izlanish kerak, psixologiya o'rganish kerak. O'zimizning ro'yini ko'rish kerak eng birinchi. Chunki biz kishini menga tushunmaymiz. Hatto o'zimizni menga tushunmaymiz barchaqda. Unda avvalida adabiy asarda siz o'zingizni yozsangiz yetib olmaysiz hatto bir umrtaqa. Shuningga burun qarashlarimizning hammasini voz kechdik. Yangi izlanishlar olib qoldik dedik, ammo lekin bu izlanish talg'ich davomlashadi hamda. Şu bu atalığın paratosun bir katamlık sohbetinde bu yazgıçının bu insanını yaxşı yaman işkiga ayrışını yazgıçınınki Xudoga aylanilishi degandek bir atalık bilan izohlab tushundirgan. Fakat bu yazgıçı yaxshi yomon deb ayirib bermay, shu personaj yoki tasvirlanuvchi odam qanday bo'lsa, shuni shu payt chin tasvirlagan vaqtda bu badiiy adabiyotning eng yuksak darajasiga shu qadar yaqinlashadi deb. Hem siz bu bayonda aytdingiz, bir kishining dunyosi hech kimning dunyosiga o'xshamaydi deb. Endi yozuvchilar ma'lum bir odamni tasvirlaydi. U odam orqali ma'lum bir voqelikni ifoda qildi va u orqali ma'lum bir badiiy nishonga yetmoqchi bo'ldi. Endi mushu bo'libmi bu tasvir endi adabiyotdan jani bilamiz, masalan kishilar personajlarning qiyofat tasviri bo'ldi, muhit tasviri bo'ldi, harakat tasviri bo'ldi, til tasviri bo'ldi, voqelik tasviri bo'ldi, detal tasviri bo'ldi. Mush tasvirlarning ichida balkim eng qiyin bo'lishi mushu ichki, ya'ni psixik tasvir bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Mush personajni muvaffaqiyatli yoritish uchun shu personajninki psixik tasviri, ya'ni bu ichki o'y tasvirlarini
bu yaratışda yazgıçılar yani kandak bir yazgıçının kandak bir bediiy maharet talep qildi. Mesela men bir eser yazmaya deyli, yoki bo'lmasa yazıqçılık heves qilayotgan bir yazgıçı. Yoki bir bala. Mesela men bir yaxshi bir psixik tasvirni yarata olish uchun men nima shart bilan hozirlashim kerak? Yoki bo'lmasa shu yazıqçılıkda men nimalarga alohida diqqat qilishim kerak? Buning uchun avval yanıla har qanday odam bir narsa yozib chiqish uchun chuqur o'zini ko'rish kerak. Eng boshdan dedim shu. Chunki men dedimga baytin, bir odam faqat o'zini tushunishi mumkin, lekin o'zini menga tushunib bo'lmaydi. Chunki odamning o'zidan bir mo'jiza. Buni ro'yi bek murakkab. Hatto sizning 10 yil burun qoldida o'xshamaysiz faqat sizning ro'y oltingizchi. Amniyat odam deydi ekan ama psixologlar odamni 7 yil bir qatam yengildigan ro'yatda. 7 yil burunki men bugungi men bo'lmasligi mumkin masalanchi. Sizning ro'yingiz shu ruh shu, lekin sizningki to'xtamay o'rganasiz, to'xtamay yangi ishlar uchrashsiz, kitob o'qiysiz, sizning ro'yingiz yengilib mangdi. Tajribingiz beyib mangdi. Hatto tunaganki men bilan bugungi men sizning hatto o'xshamasligingiz mumkin, ba'ziyat aytganda. Tunagan tushgan bo'lsangiz bugun metal bo'lishingiz mumkin masalan. Degandek endi. Shunga men tasvir etgan chog'imda asosan o'zimninkini chiqib turib endi. Mening kundalik xotiralarimdagi ro'y tasvirlar, mening ashulaqa buruq hikoyalarimda chiqqan mesela qo'ychi bol dedim baytin. Qo'ychi bolninki hikoyasini qilgandimman masalan shu o'zimninki niyatda. O'zimdan chiqib turib, o'zimning ro'y oltini chiqib turib yozgan hikoyalar butunlay hammasi. Men boshqa shaxsni ko'zish uchun uni oldiga berishim kerak, paranglashishim kerak. Undaq imkon faqat menda yo'q. Chunki men Beijingda yashadim. Uyg'urlar esa yo'q. Shu bo'lsinmi kebabchilar yoki oshpaz ustamlar bor, lekin u bilan ko'rishib, uning ma'lum kashfiyatlar egallashim mumkin, lekin uning ro'y oltini butunlay o'qib olmayman men chunki. Mening bütün eserimde faqat shu yuzaki kuzatish bor, undan boshqa asosligi uni inson, men inson balki bizning ro'yimizda ma'lum o'rtaqlik bor deb turib, ya'ni o'zimni chiqib turib, ularning ro'yidan shunaq bir o'rnak yo bir misol aytib turib yozaman-da hamda. Eserimning hammasidan niyatda o'zimni ro'y olti deb qarasam bo'ldi. Chunki uning ro'y oltining naq shu deb demayman. Chunki men dedim-ku baytin, bir odamning ro'y dunyosi menga o'ziga tava. Başka kişininki ro'yini menga tushunib bo'lmaydi, hatto uning nima o'ylaganlarini deb bo'lmaydi. Chunki siz faqat o'zingiz gezib olasizda bu dunyoda. Yazuvchim shu amaliyotda. Orxon Pamuknatar qarasangiz hammasi amaliyotda o'zim deydi, men hikoya yozish deganlik faqat boshqalarning hikoyasini o'zingizning hikoyasidek, o'zingizning hikoyasi xuddi boshqalarnikidek yozish kerak deydi, shu mahorat jihatdan aytganda. Demak bu yana o'zi yana muhim degan gap. Yazuvchining o'zi bek muhim o'rin turdi fiziqda, chunki uningki butun ro'y dunyosi, uning qalbiy hissiyoti balkim u ko'rgan kishilarningki chiroyi, gaplari balki his qilishi mumkin. Lekin ro'y oltini u tutib olmaydi yozuvchi. Faqat o'zining ro'yini chiqib turib, undan keyin mandaq bo'lishi mumkin deb turib yozadi, qiyosa holda. Men shunday qarayman. Endi sizningki Laysu ishkenjalar degan postingiz Tarix Edebiyot mukofotiga erishibdi. Uningki muhabbet degan hikoyangiz Xontan Edebiyot mukofotiga erishibdi. Endi bu edebiyot mukofotlari endi bizningki shu vatanimizdagi, diyorimizga eng munavvar asarlik berilgan edebiyot mukofotlari erjili. Endi lekin sizni bizningki o'qirmanlarimiz bo'libmi xalqning bakrak tunigan sizni tonutgan eserlari shu kebabchining chiroyli xotni, zina altida o'ltirgan qiz, kebabchining ujuls qatorliq torda e'lon qilgan bir turkum eserlarimiz bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki 2010ning oldidan shakllangan intayin qizg'in bir tor edebiyotida, tor muhitida shu eserlarni e'lon qildingiz. Endi bo'lib kebabchining chiroyli xotni bilan zina altida o'ltirgan qiz bular tema jihatdan biroz dadil. Qaratmalikka, jalb qilarlikka biroz tushlik. Hatta sizningki xizmat o'rningiz va shaxsiyatingizni bilmaganligi bir xil. Endi bir obraz berib qo'yilgandek, ta'sir berib qo'yilgandek taraflarim yo'q emas. To'g'ri. Endi mush postlarni endi nima uchun matbuotda e'lon qilmay, endi tor dunyosida e'lon qildingiz? Yoki biroz cheklamalardan xoli bo'lganlik uchunmi, yoki bunaqangi boshlab keyingi tor hevaskorlarning, o'qirmanlarning ijodiy ilhomini davomlashtirdingizmi? Ama shu izchil qiziqqan bir nuqta edi. Endi bu nima uchun matbuotlarda e'lon qilinmay, shunday munavvar bir asarlar tor dunyosida e'lon qilindi? Bu haqda ozroq gapirsangiz. E'tirof qilishim kerakki, ayni vaqtdagi tor adabiyotida 2004 boshlandi desak bo'ldi, shu vaqtda
Yangi boshlangan chog'imizda bir kishini jalb qilsin degan maqsadda matbuotda deyilmagan gaplarimizni davolayli tur degan bir xil istak bor. Chunki o'zimiz xohlagan asarni yozib matbuotga avazsak yoki mavzu bo'lmabdi yoki bo'lmasa mazmunli tushmabdi degandek qilib cheklim bilan e'lon qildirolmaydik endi. Şunu tur edebiyat şekillengandan keyin darhol kirishib ketdik. İzlanish to'g'rida boshlandi. Eng burunqi shu e'lon qilingan asarlarim, hikoyalarim bor, povestlarim bor o'chidamda. Shundan bu Zinavul o'tirgan qiz degan povestninki asli Tangridog deb e'lon qilindi. Bu asarning povest qismi, Echilish deb. Balkim ko'rgansizlar. Echilish. Matbuot bilan tur edebiyotning kechkisining farqi bor. Chunki matbuotda talab ching bo'ldi. Siyosiy cheklama, axloq deymiz, har jihatdan cheklama ig'irroq bo'ldi. Tur edebiyoti bo'lsa faqat o'qirmanlar o'zi baho berdi, endi sizdan so'rab turdi, oxirgi bundan chiqmabdi deb. Shundoq turkilik bilan qiziqish kuchi bilan shundoq yozib chiqqan asarlarning birinchisi so'zini oldirgan qiz hamda birinchisi. Bu asarning mavzusining qo'yilishdimi, kishini jalb qilarlik bo'lsin deb qo'yganim rost. Biraz jinsiy mandaq deymiz kishini darhol ko'rishga jalb qilsin degandek istakim bo'lganligi rost. Lekin asarninki mazmunga qaraganda yanada bir xil sifat qo'llash yozilgan istaklarim bor. Chunki erkin yozish istaklarim bor. Buning ichida mazmun jihatim bo'lsin, uslub jihatim bo'lsin, yangilik yaratish degandek hamda. Kavopchining Shalay xotin degan asarininki mavzusi mu shunchalik ashna tuyg'u berdi kishiga hamda. Lekin uning mazmunida shu ichkirda yashayotgan Uyg'urlarning turmushi, kavopchining turmushi degandek turmushlar bor. Endi bu romanniki sifatiga bir narsa deyolmayman, lekin ammo shu tur adabiyotining ichida hamda ko'p ko'rilgan asarlar bo'ldi. Buning sababi nuqul mavzudagi o kishilik qilgan narsa emas deb qarayman. Chunki uning ichidagi bo'lib voqelik, uning ichidagi yangilik, uning ichidagi til, nurg'un omillar o'qirmanlar balki jalb qildi deb o'ylayman. Chunki bir asarninki muvaffaqiyatini faqat uning mavzu belgilamaydi-ku, faqatlam. Chunki uning kirish so'zidan boshlab, odam beshida o'qig'andan boshlab jalb qila olsa, o'qigan sari jalb qila olsa kishini, uning ichidagi voqelikning qurilmasi, personajlarninki qasq aloyidligi, uningki temining rangdorligi, eng muhimi shu hikoyat roman deb bayon qilingan turmushningki kishiga notanish bo'lishi. Notanish degan bu narsa bek muhim hukmchi. Chunki kishilar roman o'qigan hargiz o'z bilgan turmushni o'qishni bek xalq etmaydi. Chunki o'zi bilmaydigan yangi turmushni ko'rishni xohlaydi deb o'ylayman. Men yozgan shu romandimi Uyg'ur xalqimiz bilmaydigan ba'zi ichkirdagi kavobchilarning yoki ba'zi turmushlarninki bo'lishi, o'quvchi bolaning talab olinadigandak amdashdan bo'lishi, ular notanish bo'lgan bir muhitda yozilgan, yuz bergan voqealar, yangi voqealar, lekin uning ichiga singdirilgan ba'zi hissiyotlar degandek nurg'un omillar bor hamda. Shunga garchi beshida men mavzuda ashna qo'ygan bo'lsam, lekin meningki eng muhimi shu beshida kishini jalb qilib olgandan keyin mazmunni Ravrus roman o'qib yozish bundaq filmda yozilgan asarlar hammasi. Endi siz bizniki adabiy tarjimalarimiz bo'libmi turkchadan uyg'urchaga va uyg'urchadan turkcha tarjim qilgan adabiy tarjimalarimiz bek ko'p emas. Endi siz Orxon Pamukning Yangi hayot nomli romanini uyg'urcha tarjim qildingiz. Undan boshqa Elif Shafaqninki Ishq degan romanini turkchadan uyg'urcha tarjim qildingiz. Lekin yana ayni vaqtda uyg'urchadan turkchaga Ahmad Chag'ashning Edukut degan romani va Zordon Sabirning Anyut degan romanlarini tarjim qildingiz. Endi shu tarjim qilish jarayonida bizniki uyg'urchadan turkchaga yoki turkchadan uyg'urcha tarjim qilgan asarlarsida bizniki balkim eng ketkizib qo'yilgan tilimiz turkcha bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki til haddidan ziyod yaqin bo'lganligi uchun nurg'un yerlarga tarjimalar diqqat qilmaydi. Lekin sizning tarjimalaringiz nihoyat puxta, siyliq, ravon. Ham shundoq bir sifatli tarjima qilish uchun mayli turkchadan uyg'urcha tarjim qilaylik yoki uyg'urchadan turkchaga asar tarjim qilaylik. O'sha ikki tilni
uqda pishib bilgandan boshqa yana nimalarga diqqat qilganda qanday qilgan sifatli bir tarjima asarini ro'yobga chiqarg'ili bo'ldimi? Tarjima san'ati haqida bir ozroq to'xtalib bersangiz. Bo'ldi. Tarjima bak muhim, chunki mening o'qigan kasbim bilasiz Uyg'ur tili adabiyoti, Aha. tarjima hammasi bor hamda adabiyot qo'shimcharoq o'qigan kasbim ichida. Mening Uyg'ur tiliga bo'lgan bu ishqim, muhabbatim bak cho'nqir desam bo'ldi o'zimda. Chunki men o'tirdim boshlab kunda xotir yozib kelgan inson. Bu shu vaqtcha 30 parchadan ortiq xotiram bor desam bo'ldi. Men shu yozib kelib kunda xotirdim. Meningki asrimniki tilimning yaxshi bo'lishidagi bir sabab kesib aytmanki kunda xotira amaliyotda. Tarjimada ham shundoq. Chunki tarjimada shu qarshi tilninki ma'nosini tushunishdan boshqa ana tilingizga puxta bo'lsangiz bo'lmaydi. Uning ichidagi nozik ma'noni qanday ifodalash, tuyg'uni qanday ifodalash, qanday iborani qo'llanish, bu sizdagi til tajribasiga bak muhim demoqchi. Til tajribasiga bak muhim. Bir jumlani anglabdan keyin ma jumlani joyiga tushmayapti degan bir xil tuyg'u sizda bo'lishi kerak. Tarjimondagi eng muhim narsa birinchi muhim omil o'z ona tiliga bo'lgan muhabbati. Ikkinchisi tilga bo'lgan sezgurligi. Üçüncüsü til imkonlaridan keng foydalanishi. Chunki bu til degan harakatchan narsa, jonliq narsa bu. Shunga men to'xtamay Aqtamlarninki, Zo'rdan Sobirning asarlarini o'qishim sabab ular tilga puxta, pishiq. Zag'ir tillari bor, adabiyot tillari bor. Osmonjon Savut she'rlarini o'qiyman ba'zi chaqda. To'xtabaqiyninki tarjimasini o'qiyman. Subidan o'qiyman tarjimasini. Ashulni o'qib kelib, huzurinlab ashuldanchi hamda. Ben burun o'qib kelgan qachon o'sha ustozlik yozish tarjima qilishga nisb bo'laman deydigan bir tuyg'u bor menda. Ko'p tirishdim, lekin endi tirishyapman bu tarjimachilik o'lgicha izlangan, damlashgan bir kasbchi. Pishib etilmak qiyin tarjimada. Adabiy ijodiyatda bo'lsa, bir hissiyot bilan yoki bo'lmasa bir tuyg'u bilan bir hikoya, bir asar tutish mumkin, lekin tarjimada siz bu ilmiy emgak. To'xtamay o'rganasiz. Uyg'ur tilini bilaman deb qolmang. Uyg'ur tilining o'zidagi nurg'un sirlar bor, go'zalliklar bor, uni bayqash kerak. Men shu tuyg'uni o'zimga talab qilib keldim-chu tarjimada. Shunga Turkiyada o'qish jarayonimda qarasam, bu Uyg'ur adabiyotini tushundirish, bildirish bakli oz bo'libdi Turkiyaga. Bo'libmi ona yurtni tarjima qilish bak zo'r ekan deb qarab 2014-yilda shuni boshladim. Undan keyin Türk edebiyatında biz gündoğan nurg'un narsalar bor ekan deb tushundim. Chunki Türk edebiyotininki sifat sapasining yuqori bo'lishiga sababdan birisi tarjima qo'shiqning kuchli bo'lganligida deb qarayman Turkiyada. Chunki nurg'un asarlarninki bir qancha tarjimasi bor ekan turkchada. Aha. Dostoyevskiydan deymiz, Tolstoydan deymiz, bir emas. Bir qancha tarjimalar. Tanlıq asarlarning hammasi turkchada bor ekan qarasam. Men keyingi yillarda ko'rib izlanib topdim ba'zi asarlarning turkchisini. Türkiye edebiyatının bugünkü şundak Orhan Pamuk'taki yazıcılığın çıkışındaki sebep Türkiye'deki kinoçuluğu, televizyonlarındaki sapasının küçüklüğündeki sebebinin teki de edebi tercüme, edebiyatın küçük boğaları da qarayman. Çünkü hemen asas edebiyat çünkü. Edebi senaryonun ki asası edebiyat emniyette. Çünkü Türkiye'de edebiyat güçlük. Biz günü kanası köpken de şu vaxtadan başlap Türkiye'deki Orhan Pamuk'un eserini Yayetini tercüme kıldım Uygurcaga. Neşr kıldım. Beşide bular o düşenme dikkatli bular. Neşriyatımı qaytırıp etti e'lon qilmaymiz deb. 2014-yilda bo'lgan gap bu, 2005-yilda. Voy bu yozuvchidanki Asarbek Tanlıq Turkiyada unda qilmoq desam, yo'q bu tushunmadi. Bu nima degan qiyin jumlalar bu deb turib oldi. Ha, bo'pti dedim. Keyin 2006-yilda Orhan Pamuk Nobelga erishgandan keyin bular meni izladi. Aş kitabın bo'lsa chiqarsak deb. Bu ayni vaqtda nima degan desam, shunda qolib ekan, xafa bo'lmasang deb. Shundan u kitobni berdim chiqardi. Demak shundoq. Bir muhim adibni bayqash, kitobini o'qish emas, uni tunishtirish kerak qilaqchi uni. Manda adam bor yozadigan deb. Shu maqsadda tunishtiraman Orhan Pamukni. Keyin Orhan Pamukningki maqollalarini, ba'zi romanlarini tarjima qildim, lekin ba'zisini qilib olmadim. Keyin qarasam Elif Shafaqning romani chiqib qoldi. Ishq degan roman ekan. Uni 2011 tarjima qilib yo'llagan keyin qisat paytdan bo'liqi o ayolning o'ziga aloqalasholmay biz nashr huquqini ololmay qilib bu asar keyin rasmiy chiqib bo'lmay qoldi.
Demek hem Türk edebiyatını tanıştırıp Uygur edebiyatını tanıştırış, Uygur edebiyatını Türkiye tanıştırış, bu iki işini keyingi yıllarda, keyingi 10 yılda ben şunu asasen şunu kıldım. Dep qarasam buldu hem de. 2014'ten keyin özüm Türk edebiyatı bo'yicha magistrlik o'qidim. Ana yurtni qilishni o'ylaydim burun. Shunaqa qilsam deb o'ylaydim. Bizningki yetakchi muallim Ediqutni qilsang, turkchaga tarjima qilsang deb uni buyurdi. Tarjima qildim, lekin bu romanning sifati yomon tuvan. Uning avtori shu Olimjon Ashirov degan yozuvchi ekan, Qozog'istondagi. Roman o'qidim endi romanlar, alayidagidek romanlar emas-ku endi. Şun ben bu romanni tarjima qilay, lekin buning ustida maqola yozib qilmay. Yani ana yurtni qilgan bati desam, bo'pti dedi. Shuning bilan shu romanni 2 yildak o'tirib tarjima qildim. Uning ustiga maqolasini yozdim. O maqolam cho'ng maqola, kitobdagi maqola uni. Uni qilib bo'lmay qolib teqcha. Lekin shu romanni to'xtamay tarjima qilib 2 yil tugatdim. Undan keyin uni Turkiyadagi bir adiblarga köstüp, endi qancha usta bo'lsangiz turkchilik hamda shu u tilning egasi bo'lmaganligingiz uchun nozik ma'nolarni ifodalashda xato ketib qolmasin deb ularga pul to'lab shunaqa köstüp qildik hamda. 2022-yili kitobning birinchi qismi chiqqan bo'ldi. Uning oldida lekin buning ishlagan emgak pek ko'p hamda. Chunki bu 3 qism roman, hajmi ko'p. Uning ustiga Zordon Sabirning tilini bilasiz, nihoyat esil, go'zal deb Uyg'ur tilida. Bu güzel tilni Türkçe'ye 90 süpetsiz tercüme qilib yetkizish vazifasi nihoyat mushkul vazifa amaliyotda. Uning ichida nurg'un güzel iboralar va, güzel jumlalar va, chaqchaqlar bor hatto. Buni Türkçe'ye qanday ifodalab berish? Turklar o'qisa bu romanni xuddi Uyg'urlar ana yurtni o'qigandek tuyg'u kelamdi ekanman-da. Kelish kerak deb o'ylab, shunaqa talabda tarjima qildik buni. Olimjon inoyat muallim yordam qildi. Shu o'zininki huquqlariga ko'z tutib, tahrirlatib, uning ustiga Umar Yoqub o'g'li degan ustozimiz uni yaxshi esil tahrirni bekitib, unga ustidan ko'rib tahrirlab, 3 yil tahrirladik romanni. Ular tahrirlab bo'lgandan keyin menga avatdi, men uni qaytib qoidalarni qaytadan kuzatdim, qaytadan tuzatdim degandek. Shunaqa qilib chiqardik. Tercüme emgeki nazil emgek bu til sanati ikki tilning urushi deb desak bo'ldi endi. Bu urushda Uyg'ur tilini g'olib qilish uchun siz ona tilga cho'qim hokim bo'lishingiz kerak. Yana birisi to'xtamay izlanish kerak. Bu lug'at masalasi emas til degan faqatlam. Bu sizning uning bo'lgan mehr muhabbatingiz, til sajgurligingiz uning bo'lgan shu ishning kuyga kirishingiz degandek nurg'un ishlar bor. Bu tercüme hakkında Xitayning dağlıq yazgısı Moyan eser tercüme qilish kapasitini içinde uslaydigan o'xshaydigan bir ish deydi. Hakikaten asan emas. Bo'libmi ana yurt haqida men bir o'zimning nimsini 13-14larda mening ana yurtni tarjima qilish bir istik tug'ilgan menda. Tug'ilib qattiq belni bog'labmish bir ana yurtlarni bosgan shaharni tarjima qilaman deb kitobning birinchi betini ichiblamdi. Ashaqil 2 kun o'tirib bo'shab ketdim. Zordon Sabirning ana yurtning birinchi betidagi tasvirlarni hozirim yodga bilaman. Voy o'g'ri 28 oylik bu jimjit yuzida birdilla to'pon kelgandek bo'ldi, ishlar qaqilab echildi, to'qila chiqadi, ishlar qovushidi, qo'yli merdi, o'pirdi, o'lab, kafli chiqdi. Shuningla ulg'oqning ayoli avval yig'lashga boshlaydi. Qo'lim ko'ygir ilohimni o'g'lim o'layman deb mol dunyo yig'ibdi. 6 metr tambal, manchimtir shalvar, terdan tikilgan u meskap o'tak, manchimishkap bir narsa, bir narsani sanaydi. Emniyet o sanaqallarning hammasi shu davrdagi taranchi Uyg'urlarning yoki ilida yashagan Uyg'urlarningki atalg'ulari. Mushu narsani turkchaga qanday elish? Hatto shu voy o'g'ri deb to'lg'anmi? Endi turkcha g'irsiz var deb tarjima qilinishi mumkin balkim, lekin voy o'g'ridek men bir badiiy adabiy his qilolmadim yoki shu to'g'ri. Anglashqa bu dabdurga yerim sizga gapingiz bo'lib o'tdim. Shu boy dedingiz ғой siz yaqin tillar o'tirsa tarjimada qiyinchilik bor deb. Albatta. Chunki turkchilar Uyg'ur tiliga yaqin tillar bo'lsa-mu, lekin ifodalash usulida, ifoda shaklida o'xshamaydigan nurg'un taraflar bor. Hamda shu. Mana shu romanning beshida xirsiz var deganni turkcha tahrirda o'zgartirib turibdi uncha.
aslida unda emas de. Voy hırsız de o. Lekin Desem o Türkiye'de bunda voy degan gap unda bu buna ben kelmaydi o. Bizning ifodalashda hırsız var deymiz, voy degan gap chiqmaydi deb turib oldi. Romanning beshidlam. Moshundaq masalada taqishib qolgan tarafdan nurg'un amaliyat. Lekin menimda turkchada turk o'qirmanlar o'qigan bo'lganligi uchun men shu tilning egisi ular bo'lganligi uchun nima degan bilamda, shuni hurmat qilib hamda tahrirlarniki degani bo'yicha ketdi u tarjimasi hamda. Bu ashunaq ishlar ekan. Siz Uyg'urchada mal gapni turklar o'sha deyish mumkin demaysiz ekan. Chunki bu tilning yana o'xshamagan ta'bir chiqadi ekan-da bu yerda. Bo'lib ama o ifodalash jihati bek ko'p chiqadi. Jumla qurilmasida hakikaten intayin ko'p farqlar bor. Shu. Shuni tarjimada ish qilib mukammal bo'lolmaymiz ekan, lekin ammo shuni yetishga tirishsak bo'ldi ekan. Imkoniyatdan foydalanib. Ama tercüme hakkında bir gap olmap kaldı. Siz şu uzun yıl şu Cumhur Müslümanları jurnalda tayyorlik qildingiz. Bu jarayonda minglarcha maqolaninki tayyorligini qildingiz. Hamda mush muajiratda hozir keyingi yillarda shu bir turkum Uyg'urcha asarlar chiqyotdi-da. Bu asarlarning tiliga qarasak, nimaydi ko'pinchalar tarjima asarlari, ba'zilari tarjima kitoblar, ba'zilari o'z yozgan asarlar. Mush asarlarninki tilida endi nayta tushuniksizlik, qalaymaganchilik, qalampaylik, o'tamagan ifodalash, jumla qurilmalari mishadi bekchaklar qalaymaganchiliklar bor. Endi shu muajiratda endi bir muntazam bo'lgan yoki yetishgan bir terjimon yoki tahrir qo'shunimiz hozirgacha bir shakllanmadi. Ham siz uzun yil bir tayyorlik qilgan birisi bo'lasiz sifatingiz bilan mush muajirat chiqayotgan yoki bundan keyin chiqargan asarlarniki shu tayyorlik haqida o'zingizning qanday bir fikr, taklif yoki bir tavsiyalaringiz bor? Tahrirlik hamda bunday bir qiyin emgak hamda ko'p universal bilim sahasi talab qildi bunda hamda. Men shu hamda tahrirlik qilish jarayonimda 20 yil tahrirlik qildim. Aslında şu dini asarlarni tahrirlik qildik hamda. Buning ichida menga eng shu o'ylaganlarim tahrirlikda birinchisi sizning yana shu faqat til emas. Yana buning ichidan din, falsafa, siyosat, nurg'un jihatdan iqtisod, atalg'u masalasida nurg'un ishlar duch kelasiz. Bir maqol ushirgan narsalarni chuqur siz bilishingiz kerak. Eng oz bo'lganda shu vaqtda bir qarishingiz, bir bilimingiz bo'lishi kerak-da. Tahrirlikninki birinchi o'lchami shu universal safoga ega bo'lish hamda bilim qurilmasi puxta bo'lish deymiz. Til bilimi chuqur birinchi o'rinda turishi kerak. Undan boshqa har xil fanlar, ilmdan azroq savod bo'lishi kerak deb qarayman. İkincisi tahrirlik bir nomsiz qahramonning ishi. Kishilar faqat yozgan asarlarni ko'rdi, lekin tahrirning uning sungan ajrini ko'p holda ko'rib yetolmaydi. Shunga tahrirda chuqur bir xolis minnatsiz bir tuhfa qo'shish irodasi bo'lishi kerak deb qarayman. Uchinchisi tahrirlik bir asarninki sifatli kitob bo'lib chiqishida, oxirgi nusxaning chiqishida bak muhim halqa ahamiyatda. Shunga Amerikada bu tahrirlik cho'ng bir boshliqning vazifasidagi vazifa ekan, kim bilsam buni. Ammo bizda tahrirlik tuvan ko'rilgan, hatto tuvan demaydi, ammo lekin biroz sal qarilgan. Tazliqi jafosi kuchli hurmat yo'q bir ishdak bilinuvchi ba'zi chog'da. Ammo Amerikada bo'lsa editor degan, tahrir degan shu asarninki taqdirini belgilaydigan, shu asardan sifatli chiqishida, kitobxonlik olishida bir muhim o'tkal ekan. Tahrir shu asarninki taqdirini bekitdi ekan, unga baho berdi ekan, undan keyin ustidan o'zi ko'rib, tuzga tuzib chiqardi ekan. Shunga muajirat Uyg'urlar ichida bir tahrirlik qo'shuni yo'q hozircha. Lekin shuni qilib boqqan, uzun yil tahrirlik qilib boqqan kishilar bor deb qarayman. Bu shular bir aloqalashib bir guruh quramdi. Kitoblar bo'lish shularga ko'rsatib tahrirlatib qilishga tamoman bo'ldi deb qarayman. Amerika ko'pincha o'qirmanlar masalan mendan barcha odamlar savol so'raydi, biz qanday kitoblarni o'qiymiz yoki ba'zi kitob o'qish qiziqmaydiganlar qanday qilganda odamlar kitob o'qish qiziq qilib oldi deb.
Mening ular bergan javobim doim o'xshash. Yoki sen hozir o'zingni qiziqtirgudek bir kitobni topolmabsan, yoki bo'lmasa dunyodagi o'qishlar qiziqarli bir kitobni yozib bermabdi. Bo'lmasa cho'qim kitob o'qish qiziqarli deyman. Lekin ham har qanday bir ma'lum kitob o'qib baqqanda bu Uyg'ur bo'lsa, bu Uyg'urlarning mayli adabiyot ijodiyatida, mayli hayotida, mayli qanchalik kitob ko'p o'qigan bo'lsa, yo kitobni o'qishni qancha baldur tashlayotgan bo'lsa, qat'iy nazar bizning esimizda qolganlari Uyg'ur xalq cho'chaklari. Uyg'ur xalq cho'chaklari hech qanday bir narsa bilmaydigan odam bir ikki cho'chakni yomidab so'zlay oladi yoki manda bir cho'chak bor deb eslay oladi. Lekin biz nurg'un badiiy asarlarni o'qigan vaqtda bu Uyg'ur xalq cho'chaklari yoki bo'lmasa cho'chak esimizda qolganchilik u badiiy asarlar esimizda qolmaydi. Hamda balki buning sababi cho'chaklar xiyoliy, fantastik, hech qanday bir cheklamadan xoli, oddiy, yengil bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin mushu yozuvchilarningki biz balki yozuvchilarimiz nurg'un odamlar xuddi shoirlarni yaratmay qo'shoqchi deb qo'shoqni tuvan ko'yganda qo'shoqning ichidagi o badiiy balog'at, o yig'ilgan hikmatlarni nazardan saqit qilib, shunga o'xshash mushu yozuvchilarimiz yoki bo'lmasa Uyg'ur yozuvchilari mush qo'g'ilishadigan mushu badiiylik yoki bo'lmasa Uyg'ur xalq cho'chaklari yaratilgan bu badiiy saviya nima uchun mushu bizning adabiyotimizda yaratilmaydi? Nima uchun ma'lum bir 5-10 yildek onu unutib qolamiz o. Nima uchun o cho'chaklar hozirgacha necha 10 yil, necha 20 yildek bizning qo'limizda turdi. Buning mushu badiiylik jihatda buniki bir qanday farq var. Yani bizning yozuvchilarimiz nima uchun xalq cho'chaklarida esimizda qolgan asarlarni yozolmaydi? Izchil bu shu mening qalbimni g'idiqlagan bir savol. Mush fursat sizdan bir so'rab olaman. To'g'ri. Endi prozachilik bo'lib shu adabiy asardagi hikoya romanchilikda men cho'g'anda bizdagi shu xalq adabiyoti folkloridagi shu masal cho'chaklar tamsillar bak muhim deb qarayman. Biroq tursin shu masal haqida biroz izlanib boqqan deb qarayman, chunki ba'zi hikoyalarda masal shakllik yengil simvollik tusga ega bo'lgan ba'zi tiplar bor, ba'zi voqealar bor-ku. Demek bizde şu hikayecilikte mayli qanday bo'lsin, ish qilib şu xalqimizning şu burundan qolgan hikoya cho'chaklari, masalalardan foydalanish, ashuladan ilhom olish. Ben keyin bayqadan bu nihoyat muhim bir ish ekan bu. Biz o'zimizda bor xazinani va kechib bayqaganlar ekanmiz qarab baqsam. Shu nimaninki men e'lonki bir nimasi bor, ashulaq bu şehirde o'g'ri yo'q shaharmi bir narsani degandan qilgan. Men a'lo. Shunda bir falsafaviy maqolaninki bir temiz qilganmi, shuna bir narsani ko'rgandim bir maqolasi bu yerda. O'g'ri yo'q shaharmi ya? Shundoq. Bumi shu aniq foydalanib ekan. Uyg'urlarninki shu masalalari ashuniki ba'zi hikmatlar, ba'zi cho'nqur falsafaviy tushunchalar izlangan bir tema shu amaliyotda. Menimki şu anda dostum hem bizim ustazımız Tayyar Ahmet'in bir gibi var. Uygurlu'da iki kıymetli nersi var. Birisi Uygurlu'nun koşakları. İkincisi Uygurlu'nun çakçığı. İsim çıkmaydı şu yapları. Öyle baksam aşağıda doğru geldi. Uygurlu'nun nersi var? Uygurlu'nun koşakları. İkincisi çakçığı. Bu bir baylık yetişiyor bizdeki. Birisi xalqimizningki şiiri tefekkürünün ki bir ifadalanishi, yan bo'lsa ham birisi chaqchaq bo'lsa Uyg'urning aql parostinin, tefekkürünün chaqqonligining, tezligining bir xil ifodasi yetişiyor bu. Bir yumor. Chaqchaq degan narsa nihoyat muhim narsa. Men temi o'sha yerning hikoyalarininki utuqqanning sababdan birisi shu yumor amaliyotda. Onun ichidagi muhim bir omildan birisi shu. Ondaki şu Amerika'daki Mike Town deyimiz bir yazıcının kelimesi var. Nihayet yumurluk yazılgan. Ondan keyin Amerika'da nurg'un yazıcılar varken şu hikayelerde bir xil yumrup bırak turduğanca güzellik bırak turduğan. Demek Uygurlarning cho'chaqligi nimalardaki xalq adabiyotidagi şu omillar, şu qiziqarlilik bo'lish, yumurluq bo'lish, chaqchaq, anikin qiziqarli satralar,
qo'shoqlar, masallar, xalq adabiyotidagi shu aktiv omillardan, shu javharlardan bir foydalanish nihoyat muhim deb qarayman. Shuning uchun bizning prozachilikda shu masal shakllik, yengil bo'lgan, vaqalik kishining esida qoldigan shunday bir asarni yaratish uchun chuqur biz folklorimizdan, ya'ni xalq adabiyotimizdan bir o'zi qilishimiz kerak deb qarayman. Bunday bo'lsa, ya'ni bir prozada yaxshi bir asar shu yozuvchining yezikchilik mahoratiga bekrak bog'liqmi yoki ifodalangan mazmungimi? Siz buni qanday qaraysiz? Her ikisi bog'liq deb qarayman. Chunki sizda azroq deymiz, bir tug'ma bir talant sizda. Bumiki yetil deb qaraydi ekan, ba'zi lekin bu sizda ichkidan shakllangan tug'ma mijoz xulqingiz. Bu bir muhim bir ham turishchi. Ondan keyin eng muhim bo'lgani tirishchiliginiz ahamiyat sizning keyingi vaqtlarda. Ondan keyingi shu mazmun deysiz, ondan keyin ifodalash jihatining hammasi bu keyin o'zingiz izlanib yaratadigan narsalar bu. Boshqalardan to'qmay o'rganasiz, o'rgangach sinab yozib boqasiz. Ondan keyin hatto uni voz kechib boqasiz, yana qaytadan yangi yaratib boqasiz. Bu to'xtamay o'rganadigan bir narsa bu. Xuddi bugungi bu ITchilar to'xtamay o'rgangandek bir narsani, yangi narsalarni. Yozadigan odamni chuqur to'xtamay kitob ko'rishi, to'xtamay izlanish kerak deb qarayman. Biroz turib qolsak bo'lmaydi bu jihatchi. Uyg'ur adabiyotida bayatın bir gap qildingiz, albatta personajlarni yaratish shu bu deb. Personaj yaratishsa bu mening kallamga Zordun Sabir bilan Paratosun eng oldida shu ish kelib yugurib keladi. Bunda bo'lishning sababi birisi haqiqatan Zordun Sabir bo'libmi bir insonning psixik tasvirini yoki shu insonni tabiiy holati qanday tasvirlashni bo'libmi Anyut romanidagi Muxtarbay obrazi bilan nihoyat yarqa yaratib deb o'ylayman. Çünkü haqiqiy to'g'risi bilan, xatoligi bilan, qahri bilan, g'azabi bilan, oldiroqsonligi bilan, dadilligi bilan haqiqiy bir personaj Muxtarbay obrazi. Undan boshqa bu Paratosimi keyingi yillarda yozgan G'azablangan Tudak Shator, Ishqcha kuchi, Bulangchi, Eflatunning Gurji qatorliq Biturki hikoyalarlar haqiqatan Uyg'ur adabiyotida Uyg'ur prozachilik yangi bir qanotga bo'ladi. Men Bulangchiga ikkalasi o'qancha favqulodda hayron qolgandim. Vaqalikda shu bir odam simsim yomg'ir yog'ayotgan bir qorong'u ko'chada guvoh bir chiroq yo'riqida birisi pichoqdanlar faqat bulonchilik qildi. Lekin bir minutga bo'lmaydigan bir vaqalikni, balkim 30 sekundmi davomlashmaydigan bir vaqalikni Paratos'un 8:25 hikoya qilib tasvirlab shu vaqtdagi bulonchining va o'zininki psixik holat, ruhiy holatlarini Uyg'ur adabiyoti ko'rilib boqmagan darajada zil va atrofli bir tasvirlaydi. Shu yerdan bu psixik tasvir yaratish bo'libmi bu qarshi tarafninki ichki dunyosini, psixik tasvirini voyaga yetkazib yaratish haqiqatan adabiyotning eng qiyin va badiiy adabiyotning eng yuksak deb shu tonish meni shu yerdan kelgandi. Keyin men bir o'tganda bir Tolstoy haqidagi bir hujjatli film ko'rib, bir vaqalik aldım uçurab qoldi. Bu Tolstoy hamda Rus adabiyotida gigant bir shaxs dememiz bilamiz. Bu Anna Karenina yozgan vaqtimizda bo'lib, Anna Karenina yozib eng bosqichga kelgan vaqtda yozuvchilik qilish uchun xizmatchisini doimo tushlik kechki tomoqda ishga chekib avar qilmay, tomoqni ishdan oldi qo'yib qo'y, ishni chekib qo'y, ketgan nim bo'lishidan qat'iy nazar uyga kirma deb tanbih qildi-ki. Xizmatchisi tushlik tomoqni kirdi-ki, ishni oldi qo'yib qo'ydi, ikkinchi ketdi ekan. Kechki tomoqni ekildi ekan, ikkinchi ketdi ekan. Deganda kelsa, yana shu tomoqni shu payt tutgan. Tushguncha 4 qatim tomoq ekildi, ikkinchi kuni ishni oldi tomoq tutgan. Shundan xizmatchi anzirab uyga kirish petin olmay, buni urib birodarlar xabar qildi-ki. Xabar qilganda bular bu Tolstoy cho'qim bir ish bo'lgan o'xshaydi, yo o'lib ketdim, u bu deb ishni echib kirgan vaqtning o'zida Tolstoy yerda shundoq bir ingrab, to'lg'inib, jon talishayotgandek yotgan, yuz ko'zlarining hammasi yosh yomg'iri bilan yuvilib ketgan. Shundan tuqqanlik qilib, "Nim bo'ldi?" deb so'ragan vaqtda, nihoyat zaif bir ovozda "Anna Karenina o'ldi"
Yani öz yaratıyotgan bir personajniki ichki dunyosiga shu qadar kirgan va ular shundaqa minnat qashqa balkim dunyo adabiyoti degan gigant bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. To'g'ri, to'g'ri. O'sha bo'libmi shu yozuvchining xudoga aylanolmas paratosininki bizga tushadigan iborasi bo'yicha ya'ni personajlarni yaxshi hayotimizda deb o'tdik. Yaxshiman deb ayirmay bir insonni insondek psixikasidan bir yoritish edebiyotimizniki yanada yuzlangan lekin bundan keng taraqqiyoti jiddiy bir talab qiladigan bir soha. Endi siz uzun yil hamda yoziqchilik qilish, tayyorlik qilish jarayonida mushundaq bir psixik tasvirni hamda shu biz bayatımı sordum. Lekin rost gapsam qanoat qilmadim. Balki inson psixikasini yaxshi kuzatgandan boshqa yoziqchilik zodi o'zimizga qanday bir talab qo'ysak, yoki shu personajning ichiga qo'yib ekramdik, yoki shu o'zimiz tasvirlayotgan personajga aylandik, yoki o'zimizni shu personajga aylantiramdik. Zodi qanday qilganda yaxshi bir haqiqiy chin personaj yaratib bo'ladi. Shundoq Anna Karenini tasvirlab, Anna Karenina o'ldi deb, shuning jantalashqadek holatga kelish kerakmi Tolstoydek? Yoki bo'lmasa, shu xil ruhiy holatga qanday qilgan vaqtda yoziqchilik jarayoni yetkili bo'ladi. Ya'ni mush belni qanday qilganda o'zimizda hozirlay olamiz. So'ramak tushunsiz bo'lib ketdimi? Tushundim asosiyatdan. Mening avvalgi javobimda qanoatli javob bermasligim sabab chunki men bir izlangich sifatim bilan bo'libmi ruhiyat jihatga psixik tasvirninki masalan shu yozuvchininki o'zininki personaj bilan birgalikda aylanmaslik masalasida hamda mening qarashim yana shuchi. Men degandek hamdiligi bu bir murakkab tema. Tolstoyninki Anna Karenina bilan birgalikda aylanib ketishligi sabab hamda balkim onun Rus ayollarını tushunish cho'nqir bo'lgan. Balkim yosh vaqtida bir ayolni balkim ashundoq uni o'xshatib yo uni bilan bir do'st bo'lgan bo'lsa, masalan, uni cho'nqir tushungan bo'lsa, keyingi yillarda balkim uning ruhiy ta'sir qilgan bir narsa bo'lishi mumkin. Bu uning o'ziga xos bo'lgan bir xil ruhiy ishki siri bu hamda. Buni qo'llanmaydi faqatchu. Lekin hamda agar siz bir ayolni tushunib, masalan, yoki boshqa bir shaxsni tushunib yozman degan chog'ingizda chuqur uning bilan sirdosh bir aloqa bo'lgan bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa eng azından. Agar unda bo'lmay qolgan chog'da shu butunlay o'zingizni chiqib turib, agar men shu odam bo'lib qolgan bo'lsam, men qanday bo'lishi mumkin deb o'zingizni shu odamning o'rniga qo'yib turib, yozishingiz mumkin. Lekin mutlaq shu odamning o'ziga aylanib ketish mumkin bo'lmagandek endi. Yozuvchininki boshqa bir odamni naq shuning o'ziga qilib noyat chiniq bezib chiqish uchun chuqur yozuvchi o'z ro'yini qizishi kerak bu jihatda aytganda. Chunki bir odam bilan bir odam ro'yida mangu o'tish bo'lmaydi. Mayli Anna Karenina bo'lsin, mayli Tolstoy bo'lsin. Faqat lekin shu yozuvchininki shu personajga bo'lgan tushunchasiningki tuyg'usining cho'nqirligiga bog'liq deb qarayman. Rahmat. Endi men bu savolim bir o'zingizniki ijodiyatiga bir bog'lab savol so'rasam, sizcha yozuvchilikda o'tkildan o'tmak eng ta'sir bo'lgan ijodiyat jarayonida doim yozuvchining oldiga uchraydigan masala qaysi? Eng qiyin masala o'zingizni parchalab, shunday personajlar bo'lish masalasi eng qiyin masala. Masalan, men bir ayol kishini yoki bir qiz bolani yozmoqchi bo'lsam, men kishi, lekin men qanday yozaman masalan buni? Buning uchun men chuqur shu qiz bolani burun ko'rib boqqan bo'lishim kerak, tushunib boqqan bo'lishim kerak. Hatto uning bilan yurib boqqan bo'lishim kerak masalan, bilmasgil. Undan keyin yozalayman masalan. Lekin shundaqdimi men bu qiz bolani 100% mukammal shu bo'yicha yozishim notayin. Chunki u qizning o'zi ayrim gavda, ayrim bir mustaqil ruh. Biz faqat shuningga ma'lum nisbatda ulushalaymiz deb qarayman, lekin uni butunlay egallab, uni tip qilib ko'tarib, uni gezish uchun sizda bir o'tkal bir to'saq bor oldingizda. Shuning uchun men masalan Sinan Olduqan qiz degan asarimda masalan Seyit Qorini yozgan chog'imda men bu bolani ko'rgan bir qatim. Yuzaki tushunaman, lekin
bu baldagi shoirlik, bu baldagi navlik mijozlik, bu baldagi bir xil romantik hissiyot, mush narsalarni osh baldagi shu omillar mendami ma'lum nisbatda bor. Demak, Seyit Qoridan mening ko'langan bor degan gap bu yerda. Endi Zuhra bo'lsa, men ko'rgan qizlar ichidagi nihoyatli dunyoparast, romantikadan ko'ra pulga ko'ngil bo'ladigan qizlarning tipi endi. Bunday qizlarni men ko'rgan. Lekin bu qizning ichki dunyosini cho'nqur tushunish mumkin bo'lmagan. Lekin siz shunday bo'lsa-mu, shunday qizlar bor deb turib, tasavvuringizda uni o'zingizga o'yin chiqib turib yozasiz ba'zi chog'da. Barchaga kim bo'lmaydi. Lekin shuni yiqilish maqsad shuni albatta. Adilachi. Odilami men ko'rgan qizlarchilik bir qiz bolaning birisi. Hamda uning sirq ko'rinishini ko'rgan, lekin ichki dunyosini o'qimaymiz, ammo lekin shundoq mumkin deb o'ylaymiz faqat. Mumkinlik ichida kishilar bo'lamiz butunlay bu. Balkim u qiz, balkim ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Uning 100 o'rnimas bo'lmaydi bu ishlarga. Mashina masala bu alqabi bir odamning o'tirisi bir odamning o'tirisi o'tish bo'lmaydi deganimiz shu amaliyotda. Chunki bu o'zingizni tushunish qiyin ahvolda boshqalarni tushunib 100 yil shuni ifodalayman deyish bu oqmagan gap butunlaycha bu. Sizda bu imkon faqat o'zingizdan chiqib turib yozasiz degan gapni. O shu odamning kisiga bo'lgan ta'sir qanday bo'lgan? Hamma shu sizning ro'yingizni tamomlan demishlamaydi shu yerda. Yozganchingizda faqat shu sizga bo'lgan ta'siri, sizdan undan olgan ta'siringizdan foydalanib turib, uni o'zingiz beyitib, siz ko'rgan shu odamlar, siz ko'rgan kinolar faqat shu shaxslar emas, sizning tajribangizdan hosil qilgan nurg'un aslar bor ichida. Sizning aslarlaringiz bor, ko'rgan kinoyingizdagi ba'zi shaxslar bor. Nima yig'ishtirib kelib, qolganchingizdan lekin bu shunaqa bir narsa chiqadi ekaningizda bu. Yozganchingizda. Bu sizningki hozirgi so'zlaganingiz qata bizningki shu suhbatimizga ishtirok qilayotgan biraylar menda bir savol so'rabdi. Nurg'unlagan personaj bo'lsa, hammasining o'rniga o'zini qo'ysa, ya'ni yozuvchining asarida nurg'un personaj bo'ldi, o'xshagan xilma-xil. Bir yozuvchining asarida nurg'un personaj bo'lsa, hammasining o'rniga o'zini qo'ysa, yildiz bir bo'lgan ahvol ostida meva oqibat bir tur bo'lgandek ish bo'ladi qanday deydi. Unday bo'lmaydi. Chunki odam o'zi zaten o'zi odam murakkab maxluqchi. Buning ro'yi ajoyib murakkab. Hatto o'zingiz ba'zi hayron qolasiz, men shu emasmi deb, hatto o'zingizni tushunib olmaysiz bu chog'da. Orhan Pamukninki Yangi romanini o'qiganlar bildi. Uning ichidagi bosh personaj Osmon, Nohid, Mahmad, Rifqi Bey hammasi Orhanning o'zi amaliyotda. O'zimi shunday amaliyotda shunda. O hikoyadagi bayonchi men deydi, lekin uning ichida Orhan bor amaliyotda. Orhan Pamuk o'zininki o'zi ko'rgan shu shaxslardan kelib turib, o'zining ro'yini shuni atib o'tgandek yozgan roman amaliyot shu. O'zininki o'ylaganlarini, o'zininki kashfiyotlarini shu Osmon, Mahmad, Noyid, Janon personajlar hammasiga hammasida Orxonning xarakterining bir qismi bor. Uning ko'langisi bor shunda amaliyotda. O'zim shunday amaliyotda shunda. Unda qo'sam shu bir ko'langiga kirmay turib bir obraz yaratish ta'smi yoki mumkin bo'lmaydigan bir ishmi? Endi Zo'rdan Sabrlar, Zunon Qodir yozuvchilar hamda shunaqa ma'lum dehqonni maktabni berib, maktabda dehqonning uyga berib, ulda tomoq yeb, ulda paranglashib, turmushni egallab elib chiqqan hikoyalar bor. Endi Zo'rdan Sabr shuni masalan ehtiyotliq yo'l degan hikoyasi bor. O Ular yoshlarda hikoyalari bor. Shuning ichidagi personajlar Zo'rdan Sabrning nuqul shu odamlarni kuzatib yozgan asarimi yoki o'zining soyasi bormi degan joyda albatta o'zining soyasi bor. Mesela Rozak bezde Zo'rdan Sabrning qanday bir soyasi bo'lish ehtimolligi bor? Mesela ehtiyotliq yo'ldagi. Rozak bez degan dehqonning masalan nihoyat xasis bir boy dehqon masalan. Zo'rdan Sabr shuni ko'rgan. Paralashganda o tip bor reallikda. Zo'rdan Sabr shuni yetish jarayonida balkim o'zining tabiatidagi, o'zining ro'yidagi ba'zisini shuni qo'shidi amaliyotda. Chuqur nuqul shuna bo'ldi.
Chunki Zo'rdan Sabirninki yozgan Ro'zakbaz u butunlay shu dehqon emas amaliyotda. Uning beytilgan, ash kurishgan dehqondan texmi bak beytilgan. Zo'rdan Sabirning xarakteri ba'zi omillar qo'shilgan bir tip amaliyot u. Naq o'zi shuni demaysiz. Bu iş topluluk yol elki men so'yib o'qigan va Uyg'ur edebiyotida bo'libmi, hikoyachilikda bo'libmi, dialog, inson tip yaratishninki elki bir yozuvchining bir odamga aylanolmay yoki bo'lmasa bir insonni inson pet qo'yganning eng yorqin bo'lganini biz deb o'ylayman. Bo'libmi Ro'zak Bazidan Gulayshemninki ikkisini uchrashgan chog'da bir dialog bo'lardi. O diyalogni o'qib vaqtimizda ikki odam yenimizda o'tirib dialoglashyotgandek yoki o dialogni biz o'yning bir bo'lumida o'tirib jimjit holatini anglayotgandek bir tuyg'u keltirdi. Balki sun'iylikdan intayin xoli bir dialoglar, balkim bu hikoyaninki badiiy muvaffaqiyatninki birsi bo'lishi kerak. Endi Zo'rdan Sabirninki iznikdagi a'lo obraziga kelsak, nurg'un tanqidchilar, bog'lovchilar Zo'rdan Sabirdagi a'lo, shu iznikdagi a'lo degan personajni Zo'rdan Sabirning o'zi deb qaraydi. Isbat jihatdan nihoyat yaqin keldi o'ziga. Ro'zak Bazga boqqanda a'lo bilan bo'lgan o'xshashligi hamda shu birdakligi Zo'rdan Sabirning nihoyat yuqori. Ro'zak Bazga bo'lgan asosan ajri uningki yaqinligi sal tuvan deb qarasaqmi, lekin Zo'rdan Sabir Ro'zak Bazning Ashbullo Ishamning oxiridagi bu bilan xotnom qandaqmi xotin kishi o'zining erining pulini qochidi degan yeri kelgan chaqda Zo'rdan Sabirning bir xil dehqon mijozligi, mardligi, mardonligi singan shuni qamayapti Ro'zak Bazga aytdi. Zo'rdan Sabir shu dehqonni kuzatib, uning ro'yidagi ba'zi o'xshashlikni o'zidagi ro'y o'xshashlikni yo'qmi bayqan deb qarayman. Gerçek yüz şunu özel aylanmasın bir gavda ekan. Zo'rdan Sabirning ko'z kuchida shu personajni. Zo'rdan Sabirning shu dehqonga bo'lgan tushunishning keyindimi? Zo'rdan Sabirning shu yezi ishlab boqqan, dehqon bo'lib boqqan vaqt ko'rinishi, dehqonlik xos bir xil turgulligi, mardligi, mardonligi bor deb qarayman. Uningga ma'lum nisbat singan bo'lishi kerak. Ammo a'loga boqqanda balkim u birdaklik sal to'rat bo'lishi mumkin. Salma o'qishmaydi endi shu. Qandaq bir yozuvchiniki yoki shoirniki bir ijodiyatni boshlash, undan keyin pishib yetilish jarayoni bo'ladi. Bu jarayon nurg'a asarlarni yozadi, ba'zilarini e'lon qiladi, ba'zilarini saqlab qo'yib e'lon qilmaydi degandek. Endi sizdan bir savol so'rab baxsam, birsi hozirgacha yezib e'lon qilingandan keyin shuni bir e'lon qilmasam bo'pti ekan deb pushmon qilgan bir asaringiz bormi? Yoki yezib hozirgacha bosirib qo'yib bizda kurashga bir muvofiq bo'lmagan bir boshqa asarlaringiz bormi? Xazinalardan. Ezib bo'lib e'lon qilib pushmon qilgan asarim yo'q, lekin asarni personajning ismini aynan aytib qo'yib bo'la qilib pushmon qilgan ishlarim bor. Masalan, meniki Loysushga kelgan postim 95-yil tarixida chiqdi. Shu vaqtda men Lev Tolstoyni doğrab ismini, dehqonning ismini aynan aytganman. Ondan keyin ezib bo'lgandan keyin almashtirmayman deb o'ylab, almashtirmay aytib qo'yganim bor. Undan keyin bo'lganmi? e'lon qilib bo'lgandan keyin bu men dehqonlar asar ko'rmaydi deb sodiqlar o'ylab yurganda u asar 95-yili e'lon qilinib, voy shu bizning yezib chiqqan bir bola bejini qo'yotgan bola shuni yezibdi deb u savodsiz dehqonlar bir-biriga o'qitib asarni. Shu uning ichidan chiqqanligi ba'zi bir voqealiklar bor endi. Shundan ular anikin voy plani ma'qukan deb deyishib, voy rost bo'lgan ishkan deb u badiiy to'qilmani o'qimagandan keyin ular bo'lgan ishkan deb shu ta'tilda borsam, ular meni uyga izlab kelib bayqab solgan. Shu vaqtda rahmatli odam bayqab bo'lgan mendan. Sen go'yo shu nima deb ismini almashtirmay o'zini e'lon qildi deb ashuna bek pushmon qilgandim. Hozirgacha yezib e'lon qilmagan asarlaringiz bormi yo'qmi? Tugagan yoki
e'lon qilingan asarlar bor, lekin tugamagan asarlar bor, oxiri chiqmagan asarlar bor. Ba'zi bir sebep tufaylidan e'lon qilishni xohlamagan asarlar bor degandek endi. Bunda ko'rsam şu hozir Turkiyada bir turkum yoshlar mavjud. Bular qisqa bir narsalarni turkchadan uyg'urchaga, uyg'urchadan turkchaga tarjim qiladi. Ba'zilar so'z, ba'zilar bir maqola yoki kichik bir yozma yoki she'r yoki badiiy asar deganda. Ba'zilar cho'nroq hajmli asarlarni, ba'zilar diniy asarlarni tarjim qilyotidi. Endi sizniki shu bir yosh heveskar tarjimonlarga deydigan bir qanday teklif tavsiyalaringiz var yoki shular tarjim qilish jarayonida nimalarga diqqat qilish kerak? Gerçi bayatdan to'xtaldik bu vaqtda, lekin bir inchga bir ayrim nuqtali holda bir yetarli darajada to'xtaldik deb qaramaga chiqmasligini takrorlayapman. Menimki his qilganim hamda yoshlar deydiganim shu, eng boshda shu o'zining Uyg'ur ona tiliga bo'lgan sevgisi, muhabbati nihoyat cho'nqur bo'lishi kerak. Qisqa vaqtlik emas, balkim ta o'lgacha men shu Uyg'ur tilini yaxshi ko'rib, shuning neni yap yoki bo'lmasa shuning ishqida kuyib o'taman deydigan bir ruh bo'lishi kerak bu bolalarda. Endi ikkinchi masala bu tuqqan tillar, Uyg'ur tili, turkcha, masalan, bu tuqqan tillar orasida intayin nozik farqlar bor. Buni yaxshi egallash kerak. Ammo tillik yo'qish hodis deymiz. O'qishib qolgan chaqda bu Uyg'urchami yo turkchami deb uqolmay qolgan ba'zi bir kongress bo'lib qoldi bunday bolalarda. Bunda chaqda chuqum o'zining Uyg'ur tiliga shu nihoyat pishiq bo'lishi, pishqadam shu adiblarimizning asarlaridan ko'p foydalanishi, o'qish kerak. O'zining ona tili mahoratini, ona tili bilimini cho'nqurlashtirib bo'lmaydi. Ondan shuncha taraf aytganda bu tarjimani jafoliq bir ish, hatto ijodiyatda qiyin deb qarayman bu ishni. Degandek siz chunki bu boshqalarning asari, siz buni xohlagancha uni o'zgartirib bir milab qilolmaysiz. Shuning uchun shu avtorlar nima demoqchi, uning uslubi qandoq, uning hissiyotini qandoq deb ifodalab beraman. Qandoq taqishib qoldim, qanday yerda ravon ifodalab berish mumkin degandek masala ustida qattiq o'ylanish kerak, o'rganish kerak bu bolalar. To'rtinchidan endi Uyg'ur tili, turk tilini emas, balkim boshqa tillarni, inglizcha, Yevropa tillarini bir tilini xabar qo'ysak yaxshi. Biz mayli ijodiyatchi yoki tarjimon haqida gap qilganda doimli bir narsa oldimizga kelyapti, uchrayapti. Bu nima degan vaqtda ana tiliga pishiq bo'lish kerak. Mayli yozuvchi, mayli tarjimon ana tiliga pishiq bo'lishni ilgari surayotsin ham o'xshash qarashda, chunki bu adabiy ijodiyat ya tarjimonlik ham tilni qizish jarayoni, tilni qizish faoliyati. Unda qo'shib ber manda bir masala tug'ilgan. Ya'ni tilga pishiq bo'lish kerak ekan. Unda qo'ysa zot qanday qilganda shu ana tilga hech bo'lmagan o'zimizning ana tilga qanday qilganda bir pishiq bo'g'il bo'ldi. Bu birisi endi ko'p kitob o'qish kerak deb qarayman. Birinchidan endi buni jaqchilik kelgan gaplar, shundan bo'lsa qayta ta'kidlayman. Ko'p Uyg'ur kitoblarini ko'p o'qish kerak. Va Uyg'ur tilli kitoblarni o'qisak, bak safosiz ekan, tuvan saviyada ekan, uni o'qish kerak emas deb emas. O'qish kerak ularni. Chunki biz o'zimiz Uyg'ur turib, Uyg'urcha asarlarni ko'rmaydigan, tuvan asarlar, bakcha, paqal asarlar ko'p deb ko'rmaydigan yoshlarni hali ko'p deb qarayman. Hech bo'lmaganda shu agar topa olsam shu suv bo'yida shifoshilar haqida qissa, qizarvoq cho'sh deymiz, Nadir Ro'mollar, Tinchton deymiz, Rahmatulloh Joriy, To'xti Boqiy, Osmonjon Savut, Hikmat Imen, shu tarjimonlarniki, shu adiblarniki tarjima qilganlardan ko'proq foydalansa, mencha nihoyat foydali bolalarga. Ondan başqa shu Uyg'ur xalq adabiyoti, boya deb o'tdik, Uyg'ur folklor adabiyoti. Cho'chak bo'lsin, masal bo'lsin, shu folklor adabiyotimizni nihoyat pishiq xalq tilidan o'rnak olib, shuni ko'p o'qish kerak deb qarayman.
Eng muhimi deb o'tdim shu hamda shu. Ana o'zini antil bo'lgan muhabbati cho'nqur bo'lsa, ishq muhabbat bo'lgandan keyin qolganlari endi yo'lga ishlar deb qarayman. U chunki muhabbat bo'lmay turib boshqa ishlarni yozish tezmi shu hamda. Mesela bir adam özününki yazgıç bolalaydigan yoki bo'lolmaydiganligini, yoki mundaqcha aytganda o'zining yaxshi bir yazgıç bolalaydigan yoki bo'lolmaydiganligini ijodiyatga kirish bosqichida nimalardan bilib olishi, nimalardan his qila olishi mumkin? Shaxsan mening adabiyot shunda o'tdek ishtiyoqim bor, mening ulug' donliq bir yazgıç o'g'lim bor. Lekin men nurg'a asarlarni yozib sinab baxtim, katta yazgıç bo'lolmadim. Men o'zimning yazgıç bo'lolmaydiganligimni tanladim. Balkim bu mendagi o'rinliqda yoki jafoga chidab izchil ijod etmeshga hep bağmıgandım ben. Lekin men bek baldu tembelgen çünkü nimeli qarsam onda yaxshi yezilib bo'lgandek, nimeli yazsam bo'lmagandek, ba'zi yerde bek favqulodda, yine ba'zi yerde bek favqulodda ega ajna yezib bo'lgandek qilib, shuningla men bular prosesida rasatda bek chiq sinab ketdim o'zim, mashq sifatida. Lekin bir ko'nglim garg'irak chiqmay, shuningla men hammani asosan yig'ishtirib aytganda, o'zimning bir yozg'ich olmaydiganligim o'zim tembelgen biri. Lekin şu ijodiyatga qiziqish bosqichida bo'lgan yoki ijodiyatni boshlab mendek sanduqidan chiqarmagan nurg'un odamlar o'zining yaxshi bir yozuvchi bo'la oladigan yoki bo'lolmaydiganligini, uni shapsini nimalardan his qildi siz bir yozuvchilar sifatingiz bilan? Meningki bu vaqt deydiganim endi men o'zimni essam endi boshqalarni qanday o'qimayman, faqat o'zimni biroq tushunaman endi bu jihatda hech bo'lmaganda. To'liq o'tirninki 2-yilga chiqqan chog'imda menda shunaqa bir men nihoyat bir xiyolparast odam ekanman. Men kelgusida shu birni yozsam bo'lar ekan degan shu o'yga kelgan vaqtimni aniq bilaman. Shunda xotiramda yozib ekanman shu kuni qarasam 9-yili bir 6-oyning bir yoz atiginisi quloq bo'ylab o'tirib kelgusida men cho'qim boshqalar yaxshi ko'radigan asar yozib chiqadigan bir yozuvchi bo'laman degan bir nishon g'oya bo'lib ekan menda. Shundan boshlab kunlik xotirani yozib almashtirib keldim. Obzorlarni yazdım. Şu to'g'rilar meningki ma'lumotlarni maqtab sen yaxshi yozadi ekansan deb. Shu mayazga obzorlarni o'qib berdi bolalarga bizning ma'lumotlar. Keyin Beijing o'qishga bordik. U yerda Bayramut bizga yetakchilik qildi, jiqishlardi. Yangi modernizm adabiyotini o'rgatdi. Baratursunki asarlarini burunli o'qigan, muzlagan darajada emas. Masih cho'li kesal degandek. Endi shuni asardan ko'rib, men bo'lolmaydi ekanman deb o'ylagan. Men buni xiyoldan voz kechgandim. Men tarjimon bo'lib o'ylagandim. Tarjimon bo'layman. O'qigan kasbimni tilkan yozmaydi. Shundan keyin bu bir kuyuk faqat orom bermadi menda. Ash to'xtamay yozsam bo'ldi, g'alaba bir istak bor. Lekin bir hikoyani yozib, o'zingizni qoyil qilib, hatto o'zingiz qoyilmisiz boshqalarni qoyil qila olmaysiz. Şu men 93-yilda şu Beijingda bir kecha o'tirib bir chaqirish deb hikoya yozdim. Bu hikoya oddiy bir hikoya. Bir dehqonba qo'shnisi bir ayol, azozli ayollar, eski ayol endi. Begimga to'qon ketib qoldi deb, bir qadamni chatirga tepib odamni yiqitib qo'ydi edi. Arzimas bir ish amaliyotda. Lekin bu odam shu jon yeriga tekkan zarba tufaylidan qo'polmasib qilib shuni ishib yeri ulab qoldi bu odam. U rost bo'lgan voqea bu. Men ta'tilda qaytib berib 92-yilda shu anglab nazriga qatnashib u kishiningki shu bolalarning yig'larisini anglab keyin shu yig'larisi qallan faqat chiqilmay mening necha oygachilik. Shuni yozib qo'yib shu bir kichkina voqeani yozib bir chaqirish deb bir hikoya yozib Tangridoq evatsam izlab hikoya demagan faqat hikoya deb evatgandim. Lekin ular Gungu şehridan chiqqan yangi hikoyachilik davrida bularliqi. Bu hikoya yangi ekan deb o'ylab o'zi ichilamkin izlab hikoya deb e'lon qilib qoldi. Shuning bilan bu bulg'a ishkan deb shuning bilan shu ilhom bo'ldi. Shuning bilan shu ishni quyga kirib ko'p izlandik, ko'p kitob ko'rdik. Hamda bu adabiyotdan quyga kirgandim, hamda to'xtamay kitob quyga ishga shu hamda. Yezib sinab qilgan gapkan, shunaqa qilib yurib, barbara o'zim ishinib qoldim, qolar ekanman bu ishni deb. Demak, ana shu arada
to'liq ikkilanish, ilg'or bo'lish, o'ziga ishonmaslik, hatto o'zidan gumonlanish bo'ldi ekan odamda. Ammo sizdagi bir xil bir orom emas bir narsa bo'ldi ekanda, mana shuni zot ifodalab bersam bo'ldi, yozsam bo'ldi, nurg'un ishlar va yozsam bo'ldi deb mana shunaqa qilgan. Lekin ashuna turibmi yana hozirmi o'zimni gumondim ba'zi chog'da. Hikoyani yozibdiman, hali yaxshi narsani yozibdiman, hamda mukobat qilib erishibdiman ancha-muncha, lekin yanam xarakterlik emas. Chunki g'ururlik yana besib ketdi orada ko'p yillarda. Chunki menga yozishdan ko'ra turmushning o'zi bekroq jazibli ko'rinib menga. Turmushning o'zi ham. Qanday qilib qoldimda keyingi kunlarda. Keyin to'g'ri adabiyot chiqqandan keyin bu erkin muhitda biroz tirishdim hamda. Chunki men bir xil to'xtamaydi, ho deb sen yozib oxirini chiqargan degan o'qirmanchiq bo'lgandan keyin bu yerda marafon chizish bo'lib ketdi orada shuning uchun ulab yozib bir romanni ishga olib turibga ishtirim bor hatto. Ashta yozib yurib. Kitobchining chiroyli xotnimi? Yaqinda oldigan qiz degan shunday bitgan. Shu davrda bir xil noyat telvayadan intayinli qizg'inlik bir evjagan 500 yillarda sizning ijodiyatingiz noyat bizniki nurg'ulg'an tor edebiyotida asar yozganlar bilan noyat bir qizg'in davomlashdi. Shu vaqtda noyat qizg'in o'qirmanlik bir yozuvchilarning birisi edingiz. Albatta. Buni bizning vatandagi bu siyosiy sharoitlar, ijtimoiy muhitlar butunlay o'zgargandan keyin tor edebiyotimi qamal bir muhitga yuzlangandan keyin bu sizning asarlaringiz asosan ko'midi. Endi siz bu Raskapsananda nurg'ullarningki qiziqishi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu sizning asarlaringizni, tarjima asarlaringizni o'qiyapmiz. Hammasini mayli an yurt bo'lsin, mayli turkchadan uyg'urchadan turkcha tarjima asarlaringiz hammasi intayin cho'ng hajmlik tarjimalar oson emas. Endi bunga albatta bir mushaqqatli bir emgak kerak, vaqt kerak, zihin kerak, jarayon kerak. Lekin sizningki bu ijodiy asarlaringizni biz bek uzun bo'ldi. Eng az hech bo'lmasa 8-9 yil bo'ldi. Hech ko'rmadik. Yoki bunga bir e'lon qiladigan bir matbuot yo'qmi, yoki bir muhit yo'qmi, yoki yozmayapsiz, yoki ijodiyatdan so'yib ketdingizmi? Yoki bekrak bu tarjima bilan shug'ullanyapsiz. O'zingizningki ijodiyatida shu turg'unlik haqida bir so'zlab bersangiz. Nima uchun yo'q? Boshdan aytsam hamda men o'sha tarjimachilikni o'sha adabiy ijodlar bilan tanib bo'lgandek bir xil kelgandim oraliqda. Chunki men bir xil turg'un turib qilishni faqat xohlamaydigan bir insonchu. Yangilikqa bak intilaman o'zim hozirmi shu ChatGPT degan narsalarni qanday yozilganda bo'ladi deb shu to'g'ri yangi chiqqan chog'da shunaqa qalam tashlab biraslar kuni qo'yib taplam kompyuter yozishda qilgan bunday bir ishlarni boshlagan eng burunlar. Ba'zilar kunamaydi-ki, qalamda yozib bilan o'tadigan. Lekin men unda bo'lmadim, tez o'tdim, tezlam masif ketdim bu kompyuterga. Nurg'un asarlar kompyuterda bitdi, shunda yozildi, tayyorlash kim oson, ashuna olib. Keyin 2014dan keyin to'g'ri adabiyot chiqqandan keyin anaki biraslam to'g'ri e'lon qildik. Shu vaqtida o'qirmanlar ko'pdi, qo'llab birdi. Chunki o'qirmanlar bek muhim, o'qiydiganlar bek muhim. Sizga bo'lgan ilhom, osh qizg'inlik, osh yillardagi. Ashunaq bo'g'alar uchun hamda asarlar chiqdi. 2009dan keyin to'g'rida taqlab qoldi. Undan keyin bu ishlar bo'lib, amalan ma'lum bo'lgandek, bu krizisdan keyin adabiyotimizda bir cho'kish bo'ldi endi. 2017dan men shu Turkiyada o'qib, 2014dan boshlab 3 yil o'qigan bo'lsam, turk adabiyoti bilan tanishib chiqay deb buni o'rgandim. Bir akademik bir yo'nalishda men baqay deb 3 yil shunda men baqdim. Romanchilik haqida izlanib baqdim. Chunki bu 3 yilda turk adabiyoti bo'yicha ilm tahsil qilgan chog'imizda shu roman tahlili degan narsani o'rgandim men. Bizda romanchilik burun garchi maqola o'qigan bo'lsam-da, lekin men roman tahlili degan bir ayrim metodni men Turkiyada o'rgandim. Shu bo'yicha ana yurtni shu roman tahlili bo'yicha tahlil qilib, maqolasini kitob o'qib bir maqola yozib bitirib magistrlikka erishgan bo'ldik. Lekin eng muhim erishgan hosilatim Turkiyada shu akademik yo'nalishda adabiyot bilimimni oshirgan bo'ldim. Turk adabiyoti bo'yicha hamda.
Lekin Türk edebiyotidagi bu yuqori saviyani ko'rib, bir xil ümidsizlik patdim o'zim bir xilcha. Biz shunchalik izlanibdik, amalga yanılam yetemabdik deb. Endi buni tushunishga bo'ladi, chunki buning ma'rif her jihatdan endi oldida. Matbuot deymiz. Lekin endi Türk edebiyotida biz o'rgangan narsalar ko'p ekan boy degandek Orxon Pamuk, Elif Shafaqovning romanlaridan tunishtirib qilgan bo'ldik Uyg'ur o'qiganlarimizga. Onun keyindan bularman bizning adabiyotimizni tushunib baqsa ekan degan maqsadda ana yurtni tarjima qildik. Qanchalik odam ko'p o'qimaymiz, ammo shu bir ishni qildik endi. Demak, bo'g'dim endi keyingi yillarim asosan shu tarjimachilik, akademik o'qishlar, maqola yozishlar bo'lib ketdik. 2017dan keyin Amerikaga ko'chib keldik. Ko'chgandan keyin ham u bo'layotgan ishlarimiz xabar bo'lgandek endi. Bu fojia oldida endi biroq siz ilhomlanib o'qiydigan o'qirmanlarda, to'rnada, matbuotlarda unda bo'lgandan keyin menda 3-4 yildan bir xil tushkunlik bo'lib ketdi. Yazg'im kelmadi ishni mana rasm desam. Ko'pincha ingliz o'rganishdan bo'ldim. İngiliz romanlarını o'qib baqdim. Biraz yangilik yaratay, keyin agar yozib qolsam bir kunlarda deb o'ylab, shu izlanish ichida ketib boramiz endi. Endi siz bu Türk edebiyotining taraqqiyotga qarab biraz umidsizlikka qadroq patlandingiz. Endi bir ang uchib ketgan bir odamni misol qilsak, o ang uchib tutayotgan bir odam serilib, qo'lda nim bo'lsa, qo'liga nim chiqsa shuni tutib oldi. Masalan, bir sezgik chirib ketgan bir daraxtninki bir ya shexa ya bo'lmasa bir o't cho'pni jiltiz olsam, shuning uchun eslab oladi, shu angdan tushib ketmaydi. O to'g'ri bizningki prozimiz, edebiyotimiz dunyo edebiyotidan, Türk edebiyotining kelgan saviyalardan nəhayət ko'p aqda, lekin endi bizningki prozchilikda shaxsan men Zordon Sabirdek, Ferhat Tursundek, Mamtimin O'shurdek, Erkin Ahmad, Asad Ahmad, Mamtimin O'shur, Xolida Isroil, Muhammad Bag'rosh, Ahtam Umar bularning bir turkum asarlari bor. Bular yaratgan ba'zi bir obrazlar bor. Endi mushlarnimi masalan klassiklashgan, didaktiklashgan masalan ba'zi dunyo edebiyoti asarlari bilan men doim o'zim selishtirman. Masalan, Vəmməylə tanışıq bolğan bu Anyurt romanındakı Muxtar G'ani Baturning obrazi. Məsələn, üç yazğıcı desək, məsələn, Ruslardan Tolstoyni alsaq, Tolstoyning Acımurat deyilgan bir romanı var. Yəni, danılıq yazğıcısı Yaşar Kemal'ninki Mehmet Avak var, İnci Mehmet. Zordon Sabir'da Uygurlarninki Anyurt'da G'ani Batur. Yəni, G'ani Batur, Acımurat, Mehmet Avak bu üçlisi tekiden qaraganda o'g'ri tiplar, o'g'ri obrazlar. Hemmasi shundoq. Boshqa o'g'ri bo'lgan, keyincha xalqninki inqilobi qatilgan bo'lniki o'xshashlik tarafi nəhayət ko'p. Lekin bu uch obrazni ekilib, Acımurat obrazini Tolstoy yaratgan, Zordon Sabir yaratgan G'anibay obrazini, undan keyin Yaşar Kemal yaratgan Mehmet Avak obrazini bir ekkaga vaqtimizda men badiiylik, ifodalash her qaysi taraflardan obraz yaratish jarayonida G'ani Baturning obrazini o'lnikidan tuvan deb qarmayman. Shaxsan, chunki G'ani Baturningki to'g'riligidan tortib og'zi buzuqligicha, uning xotin purushligidan tortib balki ko'z qo'rqmas baturligicha, oldirong'i soddaligidan tortib balki yov tabiat mijozigacha intayin bir insonningki tipik bir G'ani Baturning obraziga tushadigan, hech qanday g'oyibleştirilmagan, oshirib to'g'ri xatoligi bilan kamkita ortiqchiliklari bilan nəhayət yaxshi yaratilgan bir obraz deyman. Shunday dunyoga masalan Ferhat Tursunning Aflotunning Gurjiki, Bulangchi, Ishchi kuchi, g'azablangan Tutak Shatur qatorliq bir turkum hikoyalari, Erkin Ahmadning hikoyalari, undan keyin bu Xolida Isroilning masalan Qumliqning tushi bo'libmi? Ahtam Umarning povestlaridagi tragediya engining kuchligida masalan dunyo edebiyotidagi hikoyalar masalan prozda arimaydi ular. Dunyo edebiyoti arimaydi ekan. Masalan bularmi balkim Tolstoyninki nurg'a asarlari bilan, Mopassanning Chexovning nurg'a hikoyalari bilan,
yıkılışıdır deb o'ylayman shaxsan men. Mhm. Edebiyat noktasından bunu çokum seliştirish kerak. Ama shundaq bir avval aslida shundaq yozuvchilar qo'shunimiz bor. Ularninki ba'zi vafot bo'lib ketdi, ba'zi turmush bo'ladi, ba'zi lager bo'ladi. Shundaq bir avval aslida yana biz bir ümidsizlikninki patib ketib ijodiyatni tashkil etish. Albatta buni siz to'g'ri deb qaramaysiz. Inson hayot har qachon umidvor bo'lish kerak. Biz bu gaplarni bek ulug'vor deymiz. Bu sho'r gap. Lekin sizning psixikangiz ayrim bir psixika, mijozingiz ayrim bir mijoz, yashayotganingiz ayrim bir reallik. Men bularni balkim bizniki shu suhbatimizga ishtirok qilayotganlarda bir azroq bo'lsin bir umid, ishonch olamdi deb da'vat etaman. Shunglashqa men edebiyotimizniki, milliy edebiyotimizniki kelgusi, ravoji, mavjudiyati uchun yollanma yozib turishingizni, o'zingizni zo'lishingizni, bu umidsizlikning portligidan baldaroq chiqishingizni umid qilaman. Undan keyin mana bizniki bir ishtirokchilarimiz yana bir savol so'rabdi bayatdan. Siz edebiyot asarlarni ko'p o'qish kerak, antologiya qo'llash uchun degan vaqtning o'zida. Edebiyot asarlarni o'qish bilan shu asarninki ovozli tinglashni qaysini bekada tavsiya qilsangiz deydi. Menimcha agar kitob o'qidek vaqti bo'lsa, kitob o'qigan yaxshi. Ko'rib o'qish, kitobni purab o'qishning o'zi boshqa bo'ldi. Agar endi mashina haydayotgan, tomoq yetayotgan agar bir ishlar bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, anglab o'qisa umuman yaxshi, bir yaxshi usul endi. Ikkilasining alohidaligi bor kuchliq. Shunga ishqi vaqtli bo'lsa, mayli ko'rsin, anglasin, ikkilasining alohidaligi va foydasi ko'p deb qarayman. Ama ishtirokchilar agar qanday bir savolinglar bo'lsa, Anvar Azmatovimizning so'raydigan savolinglar bo'lsa, uchur orqali ketkizsanglar bunda so'raymiz. Anvar akam shu bir qanday bir yozuvchilik ta'sir qilgan ediblar bo'ladi-ku. Sizning ijodiyatingizga ta'sir ko'rsatgan edib yozuvchilar siz kimlarni sanaysiz? Yoki qaysi asarlarni sanaysiz sizning ijodiyatingiz? Meningki o'zimni aytsam endi shu menga ta'sir qilgan eng burungi yozuvchilardan Zo'riddin Sobir deymiz. Zo'riddin Sobirni men bu Yashar Kamolga o'qishdiman, foyda deb o'tdingizku. Mehmet Ahni yozgan Yashar Kamol o'qishdiman Zo'riddin Sobirni. Chunki ikkisining alohida bir xil pishqon yozuvchiga xos bir xil edebiyot neti bor bularning. Hissiyot qilgan mo'l anasiga o'zining romanlaridagi personajlarga o'zini ajoyib atib etgan bir xil ro'yi bor buning. Beg'ishlab etgan. Faqat personajlar emas, o'zining hayotini edebiyotga beg'ishlagan shaxslar bular. Fidokorlik bek muhim, chunki bu aytgandek endi bu mayli tarjimalikchilik bo'lsin, adabiy ijodiyat bo'lsin, bu yozuvchi chuqum o'zining oila bolalari bilan bo'lgan vaqtlardan sal azaytish kerak. Chunki siz ikkilisizdan keyin tang imqlanmaysiz. Chuqum birisini bildirirish badaliga birisi bo'lgan gap bu ishchi. Nurg'un aniq yozuvchilarning hammasininki oilada biroz masala bor. Ya xotini xafa, ya bolasi vafoti chiqqan. Sababi yozuvchi bir bekinib lam xotimalardan kar yo'q, yezib ketgan. Butunlay shu yozayotgan shaxs bilan bo'lib qolganda hisobda. Chunki bir roman yozgan odam bütün ishmaylingiz, xiyollaringiz hatto shu roman ichida bo'lish kerak. Bir 2 oy yo 1 yil ish bo'lmaganda. Bunda uzoq so'zlagan bunday ro'y kayfiyatda siz nəhayət bir xillik beparvo, ba'zida xiyolchan, ba'zida g'ayri to'xtalsiz mumkin. Buni tushungan bir ayol yo bolangiz bo'lmasa, buni yezib chiqolmaysiz. Yo oila turish kerak, yo bo'lmasa siz buni pido qilib turib, ma'lum bedel turib, undan keyin yezishingiz kerak bu ishlarda. Demak, shu yozuvchilarning hammasininki pidokorligiga men hayron, ham ular bek qoyil. Endi gapni o'ziga kelsak, Zo'riddin Sobir meningki eng hurmat sazovor eng qoyil bo'lgan yozuvchilardan birisi. Undan qolsa Ahtam Umar, Xolida Isroil, lekin Zulun Qodirmi eng burungi shunaqa xotirlarni o'qigan chog'imdan keyin nihoyat bir xil hurmat tuyg'usida o'qigan u kitobni men. Shu to'lg'otirib o'qigan chog'imda shu Zulun Qodir, Zo'riddin Sobir, Ahmad Bag'rosh, Xolida Isroil
Ferhat Tursun şu narsalarni o'qib huzurlangan, ham yaxshi ko'rgan. Beijingga borgandan keyin Ferhat Tursunning do'sti Tahir Ahmad bilan tanishdik. Bu shoir hamda nihoyat o'zgacha bir inson. Tahir aka hozir anglayotib bizni. Shundami? Ha. Bu Tahir Ahmad bizga shu Beijingda bizga ish o'rgatgan, adabiyotniki qandoq nima ekanligini, ijodiyatning qandoq bo'lganligini o'rgatgan ustozlarniki beshida kirdi bu endi. Chunki siz vaqtida yangi borgan Beijingga uni ezib boqqan, buni ezib boqqan kitobni foydalanishni o'qimaysiz. Shu vaqtda birisi kelib adabiyot degan bu maktabni o'qishing kerak deydigan bir shaxsdan bo'lishi sizning hayotingizda nihoyat muhim bir rol o'ynagan bir ishchi bu. Tahir dal shunday bir shaxsdan birisi. Bizga ish o'rgatgan, bizga yaxshi kurs ochgan. Modernizm adabiyotini shu Tahirni o'rganganmiz ayni vaqt amaliyotda. Biz shu adabiyot qiziquvchilar, adabiyot havaskorlari yig'ilib Tahirni taklif qilib, leksiya so'zlatib, shu vaqt Ahmadjon Osmon kelib leksiya bergan, Ferhat Tursun kelib leksiya bergan. Biz o'sha o'tirib paranglashgan. Adabiyotning parangi nihoyat shirin parang bo'ldi ekan, shu vaqtdagi aslimlar hozirmi esimda. Unutib qolmaymiz. Endi hozirmi tushkun deyman, lekin ammo har eslasam bir xil kuch tulamay, bir xil o'zimcha ro'yim bir xil urg'ib turdi. Demak, endi Beijing kelgandan keyin shu endi ashundoq izlanib qildik. Lekin shundaqdimi shu Zordan Sabirninki shu ben yaxshi ko'rgan so'zning hammasini asardan o'qib, davomli o'qib keldim shu vaqtchilik. Ondan keyin shu endi Orhan Pamukni o'qidik, Turkiyaga kirib o'qigandan keyin 2003dan keyin Elif Shafaqnikini o'qidik. Ondan keyin g'arb adabiyotidagi ba'zi Frans Kafka deymiz. Tahir Ahmad tavsiya qilganlarning hammasini o'qib, bir hikoyalarini tushunib, undan o'rnak oldik. Sinab boqdik. Agar to'qqayolni besib boqdik, yana anadiga qaytib ba'zi ishlarni sinab boqdik degandek endi bu nihoyat uzun bir jarayon bu endi. Ammo lekin yig'ib aytganda endi sizningki yaxshi ko'rishingiz shundoq boshlandi ekan, lekin qolgan ishlar endi bu siz yaxshi ko'rgan shaxslar bo'lgan ko'payib mangdi ekan, oldigan ilhomi ko'payib mangdi ekan. Vaqtma bir yer beribdi. 2 soatga yaqin bir sohbat qilay deb qopti. Oxirida bir yoki edebiyotimiz to'g'riliq, yoki o'zimizning ijodiy to'g'riliq, yoki muhojirat Uyg'ur adabiyoti to'g'riliq, yoki tarjima, tayyorlik to'g'riliq bir shu ishtirokchilarimiz deyilgan. Biz so'ramagan, yoki so'rayolmagan, yoki bizdan diqqatimizdan qochgan, lekin o'zimizdan bildirmoqchi bo'lgan so'zlarimiz bormi? Albatta. Demakchi bo'lgan so'zim endi muhojiratda biz erkin qalam tavritish fursatiga ega bo'ldik, ammo lekin bizning ro'yxatimiz intayin besimga duch keldi. Buni hammaga ma'lum. Shuning uchun endi muhojiratdagi adiblarimiz, mayli shoirlar bo'lsin, mayli hikoya yozadiganlar bo'lsin, ikki xil yo'nalishda maqsad deb qarayman. Birisi to'qilma hikoyalarni yozish kerak davomli. Buni inglizcha fiction deydi ekan. Endi birisi axborot turidagi asarlarni yozish kerak. Bizning shu muhojiratga o'g'irlangan hayot haqida yozilgan adabiy axborotlar. To'qilma bo'lmagan non fiction degan asarlarni yozish kerak. Kitoblar chiqarish kerak deb qarayman. Chunki bu Uyg'urimizning hayotini yo'qil siyosiy shiorlarla ifodalab bo'lmaydi. Xalqaro anglab bo'lmaydi. Albatta umumbek muhim, lekin ming odamning hikoyasini shoir qilib degandan ko'ra bir odamning hikoyasini ta'sirli qilib yozib dunyoga bildirish, anglatish buning vazifasini endi shu yozuvchilar üstüne olmasa bo'lmaydi bu ishni. Shunga bundan keyingi vazifa bek mushkul ham og'ir. Bundan deydigan so'zim hamda muhojiratdagi adiblar, yozuvchilar o'zininki tushkunlikni qayirib qo'yib,
o'zining qilgan ishini qilish kerak deb qarayman. Chunki bu adabiyot ishqi, bu kuyak bilmaydigan narsa, qutulish ham mumkin emas. Shunga buni to'g'ri yo'nalishda, kerakli usulda ilib bormasak bo'lmaydi. Yana birisi tarjima bak muhim. Bayis dediniz, shu bizningki Farhod Tursunning bo'lsin, Oq ko'cha degan asari tarjima qilindi. Masalan, nurg'un asarlar bor. To'shtirma ko'p. Xalida Isroilningki Qumliqning tushishi deganlar bor. Axtam Umarningki Qurtlab ketgan ko'l degan asari bor. Mantiq Ushurning Saron degan hikoyasi bor. Mushlarni inglizchaga yoki boshqa tillarga tarjima qilib berish kerak. Bu shunday qilib, muhojiratdagi yoshlarga hamda Uyg'ur adabiyotining mandaq masala kuchi bor ekan, mandaq masalalar chiqdi ekan deb bildirish ularga ilhom berish bek muhim. Bu jihatda tarjimonlik qilgan ishi bek ko'p. İngilizce bildiğin, Avrupa tilida bildiğinlar bo'lsa, adabiyot dili bolalar mushuni ishga kirishib baqsa, unumi yaxshi bo'ldi deb qarayman. Uchinchisi, ham deganim, agar adabiyot havaskorlarini bir yerga yig'adigan bir to'rbeti yoki izlanish to'g'ridek, diyorimdek, mayli shunaqa bir to'rbeti ishilsa, agar iqtisodiyotning yarabasi shunaqa to'rbeti ishilsa, adabiyot havaskorlarini bir yerga yig'ib, bir minbarga yig'ib, o'zaro fikr almashtiradigan, asar e'lon qildigan, o'zaro shunaqa bir imkon so'rin hozirlanib bersa degan umidim bor endi. Ko'p rahmat. Bizningki boshqa ishtirokchilarimizning savoli bo'lmasa, amsa bugungi suhbatni inshaalloh oxirlashtiraylik. Sizning qatnashib berganingizga, ishtirokchilarimizning qatnashib aktiv savol so'rab berganiga rahmat.